uydagilaring bilan kelisholmayapsanmi? Erga tegib ketsang hammasidan qutulasan. Sabr qil, yaxshi yigit chiqsa hali zo'r bo'lib ketadi. Qaynonang bilan kelisholmayapsan? Bitta bolali bo'lsang, eskirsang, voy, sen bilan ishi ham bo'lmaydi. Homiladormisan? Va yengillab olsang hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bolang ichidan bo'ladi-da, nima bo'ladi? Senga bola katta qilish osonmi? Sabr qil. O'tish paytida o'zi shunaqa bo'ladi. Bolalar, o'g'il bolalar, qizlar umuman gapga quloq solmaydi. Hali uylantirsang o'g'lingni shunday qaynona bo'lib rohatini ko'rib o'tirasan. Mazza choy ichib kelining qo'lidan. Sabr qil shuning uchun. Kelining bilan kelisha olmasang qaytish kerak, bilmayman endi. Bo'lib yorish kerakmi? Hali pensiyaga chiqib ketsang, pensiyangni yeb, ichib mazza qilib yurasan. Choling o'lib qoldimi? Bu dunyodan o'lib qutulmasang, qutulmas ekansan. O'lsang, naryoqda tutilib qolmaysanmi ish qilib? G'amlab qo'yganmisan savoblardan?